Başta bize. Ucu mani kısıldı mı ağrı? Kısılayaptı mani. Mani. O'zi oyog'idan aylanib qo'yib. Oyog'ini mana tiryapman. Ucu bol kuch bilan urib tirab pastga tortyapman. Mana bilan. Mana uju yerga urilyapti yerga. Pastga tortgandan keyin uju plicha chiqib ketyapman, plicha. Shunday uju pastga tushyapti, uju bo'ldi. U basharasida ma'lum-ku. Bo'ldi, uju yutqazgan, men ko'rib turibman uni. Mana men tagimni olib turgandan keyin sizlar qayerda bilasizlar? Men tagimni olib turib, uni ko'zini ko'rib turibman. Uju ko'zlari yoshorib qo'ygan. Yoshorib qo'ygan. Men uni keyin uju urmayapman. Shunchaki menga qisyapti. Uju yutqazib qo'yapti. Uju yutqazdi. Tasavvur qilyapman. Bo'ldi bu. Samiglarni esa bu qishloqda yugurgani, qanday qilib yaxshi narsalar, uzoq qishloqda mana shu narsalarni yegan bo'ldi. Bu ham jaydaricha, prosta jaydaricha bu. Hali aytmagan narsalarimni uni podkastda aytaman degan. Asad kodni bering. Asad kod. Mana ham bitta o'g'aynim bor. Bu ham kod. Mujiklar. Lekin Asad zo'r o'g'aynim. Men yaxshi ko'raman uni. Do'mboqqina o'g'aynim. Asad do'mboq. Asadbek, привет! Assalomu alaykum, do'mboqvoy. Baribir sendan pris chiqmaydi qancha harakat qilganing bilan, Asad. Bir narsa taxlab berdi o'g'aynim. Bilmayman. G'ala aralashtirib berdim. Voy, zo'r bo'lagan. Goldagi erta bo'lani yutasiz. Goldagi erta bo'lani yutasiz. Bitta qiz onajonim nimadir taylabdi. Qaniga bitta qana qilayotgan pizi. Birdani ularniki. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. To'bajon, yaxshimisiz? Ishlar tinchmi? Magalas. Urushmang, chiroyli gapirsiz, qarayman-ku. Nima qilaman? Men chiroyli gapiraman. Qarindoshim qizmisiz, men sizga chiroyli gapiraman. Siz menga g'ir begona bo'lsangiz. Qarindoshingizmi sizni? Bizni qarindoshlar qirilib ketgan. Yo, bittasi tirik, o'sha menman. Qayerdan siz? Ikkinchi marta provoizga qo'shishingiz eslaysizmi? Umrimda eslanmayman. Hozir nima qilganim eslanmayapman. Hozir 5 minut oldin nima qilganim. Uxlaysiz bu men. Soat 3 bo'ldi. Kechasi uxlamaysiz. Kuni bilan nima qilasiz? Kompot ichasizmi? Yo, rahmat. Sizlar bunday arzon narsa ichmaysizlar-da. Yo'q. Nimaga? Bugun kompot qildik. Qayerdansiz? Samarqand. Qayerdan? Samarqand. Narpay. Narpay? Narpaydan bizdan qarindosh. Men Qashqadaryolik, Surxondaryolikman. Yaqinda Navoiyga kelib ketdingiz, ha? Navoiyga bitta qizga borib mashinani yo'lda o'tirdim. Shunga garo o'ynagandik. Mashinangizni o'tirdingiz? Ha. Mashina moyga qilasizmi yo'qmi? Nima deysiz? Mashina moyga qilish bilasizmi yo'qmi? Mashina yuvishga qilasizmi? Siz bilasizmi moyga qilishni? Yo'q. Men faqat qizlar yuvib turib yuraman mashinani. Yo'q, qizlarni unaqa yerga urib tashlamang. Moykachilar bor-ku, o'shalarga o'tirsangiz bo'lmaydimi? Siz men mashinamni yuvib bermaysizmi? Nimaga yuvishim kerak? Keyin garo o'ynaymiz. Siz men mashinamni yuvasiz.
Keyin ko'ka. Nimaga? Keyin yo'q, o'z maniga nima siz o'zizga ishonmayapsiz. Umuman desam hech narsa o'zgarmaydi. Mana siz o'g'il bolasiz. Men siz bilan garov o'ynamayman-ku. O'g'il bola bilan tortishmayman-ku. Ay bilan. Opam aqlli ekan. Uzr opa, kechiring bilmasdan gapirib qo'ydim men. Opa demang, aka, men sizdan kichkinaman. Men sizni muxlisingizman. Men qayerdan bilaman mendan Hamma kichkinaligingizni? Aytmadingizki. 2002 2002-yil, 2003 yilman. misiz? Ha. Nima uchun uxlamayapsiz? Har doim kechqurun siz promo efir qilasiz. Sizni promo efiringizga ko'p kiraman. Nimaga uxlamayapsiz? Promo efiringizni ko'rish uchun. Men 3 ta qo'shdim. Men 20 minut bo'ldi qo'shganimga. Siz 3 ta men qo'shmasdan turib ham uxlamayotganingiz. Sabab bu nima? Shuning uchun opa erga tegish kerak va haligi erkak yomon deysizlar. Men bunday qilib keyin uxlolmaysizlar soat 3 gacha bir o'zlaring. Miyaga beradi. Shuning uchun tezroq sovuch kelganda shartta tegib ketish kerak. U men bunday qilib 20 ming dollar demaydi. Tushundingizmi? 20 ming dollar men bunday qilib aytadimi hammalaring mashina kerak, 30 ming dollar oylik olmasa men yerga tegmayman. Men keyin 3 kun uxlolmaysizlar. Har shunday bo'ladi. Muhimi sevgi bo'lsa bo'ldi. Hech qanaqa Sevgi kerak emas. Sevgi kerak emas. Sevgi deb meniki 3:30 gacha uyg'oq o'tiribsiz. Shartta yerga teging bo'ldi, ketding. Bundaqa nima qilasiz? Boshingiz og'riydi. Uydagilarga uydagilar ichida gapni aytaymi sizga? O'tirganim yo'q men. 3:30 gacha kompot qildim. Siz uydagilaringizni men sizga aytolmayotgan gapini aytaymi? Aytaymi? Yo'q, aytmang. Sizdan qutulolmay yotibdi borki. Sizdan qutulolmay yotibdi ular borki. Shunday sovuch kelsa, charta beraversada, siz o'zingizga noz qilasiz, sizni ko'nglingizga qaror aynan bo'lib ketdi ular ham. Oxiri sizga kompot qildirtiribdi. Jonga tegdi, shundan keyin ketadi. Shunaqa deb o'ylaysiz. Men o'ylamayman, men rostini aytganman, men haqiqatdanman, men butun O'zbekiston bilan, butun O'rta Osiyo bilaman. Keyin men bunday qilib 3:30da men bilan siz promo qilganingizdan keyin sovchi ham demaydi. Bo'ldi. Ertaga sovchi kelam, bir haftadan keyin kelam, shartta tegish kerak, bo'ldi, ketish kerak. Karottisi. Hamma seplaringiz tayyormi? Hamma narsadan taxlab olganmisiz? Yo'q, hali yoshmiz-ku, o'qiymiz hali. Yoshlik qolmadi. Qanday yoshlik qoladi 2003-yil qizda? 2025-yil hozir 2003 siz 23 ga qarab ketyapsiz. 7 yildan keyin 30 ga kirasiz. 30 ga kirgandan keyin hech kimga keragi yo'q. Keyin bitta balalingizdan keladi. Bir ikkita balasi bordan. Pensionerlar sizga anavi yuboradi keyin. Kalla ishlading hozir men sizni borki sizni o'ylab turib gapiryapman. Hali men shu kompot qildim deganingiz men sal anavi qildi. Shuning uchun kompot yaxshi ko'rganim uchun men sizga maslahat beryapman. Ishoning. Samarqandga kelsangiz, mehmon qilamiz sizni. Samarqanddan ham muxlislaringiz bor. Bilaman. Gapni qo'ying, men sizga aytayman, erga teging deyapman. Siz gapni burmang, gapni buraverib 30 ga kirasiz. Gapni burmangda, sovchidan qaytarmang, xo'p? Pulmang, men sizga ichim kuyib gapiryapman, pulmang, nima hozir? Любой joydan sovchi kelsa tegib yuborasizmi? Yo'q, balkim kamerani qaratsam sevib qolarsiz, siz sovchi jo'natarsiz. To'g'risi borki, shu vaqtgacha borki, tomog'imga kekirdayin tiqilmagan, shu safar kekirdayimga tomog'im tiqildi borki. Ko'rdingizmi? Bu boshlanishi sevib qolyapsiz-da. Bu sevishni boshlanishi. Sevishni boshlanishi? Selam bitta narsani tushuning-da. Bu sevgi faqat ota-onaga bag'ishlanadi. Kechirasiz, ma'zurlar adashsiz, tushunim. Sizga sog'lik, omonlik cho'tasiz. Do'stlar, bu nima deydi bu? Sevgi deydimi? Nimadir deydim menga qarang. Men bir marta sevib ko'rganman. Ancha izdan yurganman. Bir boyli bolasi kelganda sharttagina almashtirib ketgan. Shuning uchun do'stlar, bizlar uchun sevgi yo'q narsa. Uni boshqa narsa almashtirib bo'lganimizda bizlarga u narsalar kerak emas. Eslashdan xohlamayman, to'g'risi.